أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Barcha maqtovlar, danlovlar Alloh taolagagina tegishli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, onun ahli bayti yaqinlarına, sahabalarına, tabi'inlarga ham ularning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsa edi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni jibermedik illa meger galemlerge rahmet edipkine jiberdik de. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni bütün galemlerge de rahmet edip jibergen. Hem bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde ko'rkam o'rnak, yaxshi misol bor. Musulmon kishi Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallamni butun kishilarga qaraganda da nig'roq yoratirga tegish. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadisida aytgan: "Sizning birigizda to'g'ri iymonni bo'lmayashaq, hatto meni o'zining molidan, bolalaridan ham barcha kishilardan da nig'roq yoratganshi." Yani kişi ömründe türlü derecede, türlü şekilde, türlü revişte, türlü suyu yaratu kişire. Ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e qarata bulgan mehabbet, ona qarata yaratu, ol daimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaratuğa bir köp sebepler var. Çünkü ol bizni o'zimizga qaraganda da nig'roq yaratgan. Hem bizning uchun burşulgan. Buna delil bulup, indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin 23 yıl davamında Allah Teala'nın risalesin, Allah Teala'nın dinin türlü meşakkatler kişirip bizge onu jitkirgen. İkinciden indi Ayşe radıyallahu anhadan rivayet getirile. Ayşe radıyallahu anhu aytgan: bir vakit men Allah'ın ilçesinden sallallahu aleyhi ve sellem'den mena dua kıl deb soradım de. Hem Allah'ın ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Allah, Ayşe'ni ilikki hem kileşek, aşık hem yaşırın bulan günahların gafu et" deb dua kıla. Hem Ayşe radıyallahu anhu bu duanı işitkeş, ayaklarında tura almışa şatlığından yığıla. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kurgeç, onlardan soru, seni dua kılığım şatlandırdı mı ne deyip. Hem olayta, nişik bu beni şatlandırmasın ya Allah'ın ilçisi deyip ayta. Hem şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: Allah bilen ant etip aytam, bu duanı men her namaz sayın özümün ümmetim için kılam degen. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi şu dinni bizge jitkirip, onu indi türlü azirlikler, onu intiktirgenler, türlü meşakkatler ona getirgenler, müşrikler din, o onu Allah Teala peygamber etip saylagandan soň, indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu türlü ağırlıklarga tüzüp, şu işni kaldırmışa İslam dinini taratkan, İslamga davet kılgan. Hem indi o şunun sebeple bizge kadar kelip jitken. Hem ikinciden indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge indi her vakit dua kılatırgan bulgan. Özünün ümmeti üçün her namaz sayın indi günahların Allah Teala benim ümmetimin günahlarını gafu etsin deb Allah Teala yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her vakit Allah Teala'ga dua kılgan. Hem indi bu kursete nişek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni yaratgan. Hem biz de elbette indi onu yaratırga teyişli biz. Çünkü eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaratmasak, ona yermesek, biz indi Allah Teala'nın rahmetine, onun mağfiretine erişe almayız. Çünkü Allah Teala Kur'an'da ayta:
agar siz de Allohni yaratsangiz, payg'ambarga iyarigiz, ya'ni Alloh taolo aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Aytdi ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar siz Allohni yaratsangiz, menga iyarigiz, shul vaqtda Alloh sizni yaratir, ham gunohlaringizni g'afur etir. Alloh taolo gunohlarni g'afur etuvchi rahimli zot deb Alloh taolo Qur'onda aytadi. Ham musulmon kishi endi bu dunyoda da oxiratda da baxtga erishishga tilasa, u endi albatta payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'zini o'rnak etib olirga tegishli. Ham endi uni yaratirga tegishli. Har bir musulmon kishi aytirga mumkin, endi men Allohning elchisini yaratam deb. Lekin endi yaratuv shu aytuv bilangina bo'lamisan. Allohning elchisini yaratuv 7 narsada shog'ila. Onun birinchisi ol ona usharga tirishuvda. Bugungi kunda endi kishilar turli kishilarga o'xsharga tirishalar. Turli jirchilarga, kino yulduzlarına, sportchilarga, mashhur boshqa kishilarga, nindidir dunyoda nindidir o'ng'ishga erishgan kishilarga o'xsharga tirishalar. Ham o'zlarini o'rnak etib olalar shularni. Endi musulmon kishi nindidir Allohga ishonmay turgan, buzuqlik taratib yuriy turgan kishilarni o'rnak etib olmay, endi butun dunyoga rahmat bo'laroq jibarilgan, ham endi bizga eng yaxshi o'rnak bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zina o'rnak etib ola. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Tahqiq Allohning rasulida sizga iyarga tegishli bo'lgan ko'rkam xuluq ham yaxshi sifatlar bordir deb aytdi Alloh taolo. Ya'ni musulmon kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga har yoqlab ishorga tirisha, kiyinuvi bo'lsin, harakat etuvi bo'lsin, kishilar bilan aralashuv bo'lsin, ham boshqa butun o'zining ishlarinda, butun amallarida u o'zina o'rnak etib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni olirga tegish. Anindidir Allohga ishonmagan, ham endi shunga ustama ravishda nindidir buzuqlikqa chaqirgan kishilarni o'zina o'rnak etib olmasga tegish. Ham ularning odatlarini da o'zində bildirmasga tegish. Ondan so'ng ikkinchisi onun sirasini o'rganuvda. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yaratuvining belgisi endi onun sirasini o'rganuv. Agarda kishi birarsin yaratsa, onun turunda shu shaxs turunda ko'proq ma'lumot to'play boshlaydi. Ya'ni onun turunda ko'proq bilirga tili. Endi biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaratamiz ekan, biz endi albatta onun mana shu sirasin, onun turmush yo'lini o'rganirga tegishlimiz. Rivoyat etilar, sahabalar ridvanullohi alayhim ajma'in o'zlarining bolalarin balakay shoqdan o'q payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning turmushini o'rnata turgan bo'lganlar, ularga so'ylay turgan bo'lganlar. Ham endi har bir musulmon kishi ko'pmidir darajada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sirasini bilirga tegishli. Agar endi u menga qadar o'qimagan bo'lsa, onun turmushi turindagi kitoblarni o'rganirga, u borgan illarni, u borgan shaharlarni, u ishlagan ishlarni, narsalar kechirganini kishi o'rganirga tegishli. Agar endi kishi Allohning elchisini yaratar ekan, endi u hech cheksiz onun shu sirasini o'rganirga tegishli. Ondan so'ng uchinchi bilgi onun bilan jibarilgan narsani o'rganuv, ya'ni Qur'onni o'rganuv. Qur'onni o'quv, onun ma'nolari to'g'risida fikr yurituv, onun bilan amal qiluv. Agar kishi Qur'onni o'qib, onun bilan amal qilsa, u bu dunyoda da oxiratda da o'ng'ishga erishadi. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Innalloha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman va yad'u bihil akharin." Shundoqda Alloh taolo bu kitob bilan qo'y bir qavmlarni, qo'y bir kishilarni ko'tara, ham qo'y bir kishilarni tushiradi. Kim Qur'onni o'qib, onun bilan amal qilsa, Alloh taolo u kishini bu dunyoda da, oxiratda da darajasini ko'tara,
Endi kim onu o'qimay, onu qoldira, onun bilan amal qilmay, bu dunyoda da oxiratda da xur bo'lacak. Shunga ko'ra har bir musulmonga endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga indirilgan Qur'onni o'rganirga tegishli. Agar biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yoratamiz ekan, sirasini o'rganib, ona indirilgan mana shu Qur'onni ni ravishda indirilgan, ham sahabalar ni ravishda uni o'qiganlar, ko'pmi o'qiganlar, nishik o'rganganlar butunisini o'rganirga tegishli. Ham endi o'zida mana shu payg'ambarga sollallohu alayhi vasallamga indirilgan Qur'onni yodlarga o'qirga tegishli. Ham endi agar kishi shu aybirlarni ishlasa, onun ko'ngli tinch bo'la, u bu dunyoda da oxiratda da baxtga erishar inshaalloh. Ham 4-bilgi ol payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keltirlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Man salla alayya salatan sallallohu alayhi bihi 10." Kim de menga bir topqir salovat aytsa, Alloh taolo ona 10 etib qaytaradi. Boshqa bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Menga qiyomat kunida eng yaqin kishi menga eng ko'p salovat aytgan kishi bo'ladi" deb aytgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni agar kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytar ekan, ya'ni ona duo qilar ekan, shu salovatlarni aytib, endi Alloh taolo u kishiga 10 etib qaytarar. Ya'ni Alloh taolo ona rahmatin bera, uni g'afu etadi. Endi kishining, musulmonning endi yashavining turmush maqsadi u endi shu Alloh taolaning rahmatine, onun mag'firatine erishu. Ondan so'ng endi 5-bilgi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaratgan narsalarni yaratuv. Masalan, bunda endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni dushanba ham pangshanba kunlari uroza tutuvini kiritirga bo'la, tahajjud namozlarini o'tavi ham boshqa sunnat bo'lgan amallarni o'tav kira. Hani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaratib ustama ishlagan amallarni o'tav, u shulay yo'q payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaratuvining belgisi bo'lib turadi. 6-bilgi onun turunda uylanuvda ham endi birga bo'lirga tilovda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaratuvining belgisi bo'lib turadi. Agar kishi birarsin yaratsa, har vaqt onun turunda uylana, onun turunda gel uylab yuri. Ham endi agar kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaratar ekan, ul onun turunda uylayashaq, ham endi gel birga bo'lirga tilayashaq. Agar endi ko'z oldina keltirsak, agar bir kishi nindidir kishini yaratar ekan, ul onun bilan birga bo'lirga tilay, onun bilan suylashirga tilay. Ham endi biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaratamiz ekan, biz onun bilan birga bo'lirga tilarga tegishlimiz, onun turunda uylarga tegishlimiz. Ham endi duolarimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan jannatlarda birga bo'lirga tilab, endi Alloh taoladan duo qilirga tegishli musulmon kishi. Ham 7-bilgi onun turunda suylav, ham boshqalarga onu o'rnak etib oluvni taqdim etu. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turunda kishilarga yetkiruv, ham endi boshqalarga da payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'rnak etib oluvni taqdim etirga kerak. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bek yaxshi, eng yaxshi axloq sifatlarına iya bo'lgan. Ham endi Alloh taolo Qur'onda aytdi, u bizning uchun eng yaxshi iyarga tegishli bo'lgan ko'rkam axloqli yaxshi sifatlarga iya deb Alloh taolo aytdi. Ham endi agar kishi eng yaxshi kishini o'rnak etib olirga taqdim etsa, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bütün ishlarida da, bütün amallarida da o'rnak olib bitirga taqdim etsa, u endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaratuvini ko'rsatadi. Alloh taolo endi barchalarimizga da payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iyarga nasib etsa edi, Alloh taolaning qo'shganlarini o'tab, tiyganlaridan tiyilib, chin mu'min musulmon bo'lib yasharga nasib etsa edi. Barakallahu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'na va iyyakum bil ayati va zikril hakim innahu huwas sami'ud du'a.